Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi o'qituvchisi narkolog Ismoilov bo'laman. Bugun sizlar bilan umumiy psixologiya fani yuzasidan hozirgi zamon psixologiyasini tuzilishi bo'yicha gaplashamiz. Rejalarimizni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, psixologiya fanlar tizimida tutgan o'rni, hozirgi zamon psixologiyasining tamoyillari va hozirgi zamon psixologiyasining tuzilishi. Hop, fanlar tizimida tutgan o'rni bo'yicha tabiiy fanlar, biologiya, ximiya, fizika va boshqalar bo'yicha bo'linganda bizda kibernetikani oladigan bo'lsak, inson shaxsini o'zini o'rganish jarayonlarini o'rganadi, ya'ni fizikaga taalluq bo'lgan, lekin psixologik jihatdan inson shaxsini samoregulyatsiyasini o'rganish bo'lgani uchun albatta aloqadorligi bor. Sotsiologiya, ijtimoiy psixologiyaga doir masala yechish va ijtimoiy rivojlanishda psixologiya rolini o'rganadi. Pedagogika ta'lim jarayonida inson shaxsini shakllanishini o'rganadi, ya'ni ta'lim jarayonida birgalikda tarbiya ketadi va inson shaxsini shakllanish jarayonini o'rganib boradi. Texnik fanlarimizdan psixikani o'rganish uchun texnik vositalarni ishlab chiqish, shuningdek texnik taraqqiyot shart-sharoitida inson faoliyatini optimal shartlarini o'rganadi. Bunda tabiat, jamiyat va inson tafakkuri rivojlanishiga oid bo'lgan umumiy qonuniyatlar va tamoyillarni psixologiya falsafiy bazasiga oladi va shu bilan birga o'zi ham inson ongi va tafakkur qonuniyatlar sohasida yutuqlar bilan falsafani boy ma'lumotga ega bo'lishga ham yordam beradi. Rus pedagogi psixologi David Ushinskiyning fikricha, pedagogika uchun o'z ahamiyatiga ko'ra psixologiya barcha fanlar ichida birinchi o'rinda turadi deb ta'kidlagan. Kishini har jihatdan tarbiyalamoq uchun qayd etilgan Ushinskiy uni har jihatdan ham o'rganmoq darkor, ya'ni pedagogikaning katta ustunligini psixologiyada ko'rsatib o'tgan. Ta'lim-tarbiyada inson shaxsini shakllanishda albatta tarbiyaning katta o'rni borligini ta'kidlab o'tadi u kishi. Fanlar tizimida bo'lganda Kedrovning klassifikatsiyasi tasnifi bo'yicha 3 ga bo'lgan. Bu bo'yicha barcha fanlar falsafiy fanlar, gumanitar fanlar va tabiiy fanlar guruhiga bo'lib chiqqanlar. Behaviorizm, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida 20-asrda paydo bo'lgan xulq-atvor psixologiyasi yo'nalishi namoyandalari, ya'ni hayvonlarda o'tkazilgan kuzatishlar natijasida asoslangan bo'lib, bu xulq-atvor uning namoyandalari Ernest Toynbek va Jon Watsonlar hisoblanadi. Behaviorizm ingliz tilida xulq-atvor degan ma'noni anglatadi. Bu oqim psixika va ongni inkor qilib, xulq bilan tashqi muhit o'rtasidagi munosabatlarni, qonuniyatlarni tekshirishni taklif qiladi. Ya'ni aytmoqchiki, inson psixikasi bo'yicha inson shaxsiga ma'lumotlar to'plash emas, balki xulq-atvor harakatlari evaziga inson shaxsiga ma'lumot to'plashini taklif etishyapti. Ularning fikricha, psixologiyaning vazifasi stimulga, ya'ni qo'zg'atuvchiga asoslangan, ya'ni sezgi a'zolarga javob reaksiyasi bo'lishini yoki bunday reaksiyani qanday stimul tug'dirishini oldindan aytib bera olishdan iborat. Behavioristlarning formulasi ko'rib turganingiz katta kichik R belgisi hisoblashadi. Bunda aytmoqchiki, ularning fikricha, tashqi olamdan keladigan qo'zg'atuvchi agar bo'lmasa, inson shaxsi harakat bo'lmaydi. Xulq-atvor harakati orqali inson shaxsini shu bilan shakllanishini o'rganish mumkin deb fikr berishadi. Freydizm yo'nalishiga qaraydigan bo'lsak, uning yuqori yirik namoyandasi venalik olim Zigmund Freyd asos solgan. Uning fikricha, odam mohiyatiga ko'ra hayvonga o'xshaydi, mohiyatiga ko'ra deydi. Odamning xulq-atvori va harakatlari ikkita tamoyilga, prinsiplarga bo'lingan, rohatlanish va reallik tamoyiliga bo'ysunadigan bo'ladi. Bu oqim ham insonning ongiga ishonmaydi. Psixologiyaning asosiy tomonlari yana qo'shimchalar: determinizm, ong va faoliyat birligi, psixika, ong faoliyati rivojlanishi. Determinizm psixika hayvon sharoiti bilan bog'liqligini anglatib, tashqi sharoitlar o'zgaradi deb aytadi. Ong va faoliyat birligi esa ong va faoliyat bir butunlikni tashkil qiladi. Ya'ni inson o'z faoliyatini ichki rejasiga qarab, ichki regulyatsiyasiga qarab tuzib chiqadi deb fikr yuritishadi. Psixika ongning faoliyati rivojlanishi esa, ya'ni psixikaning to'g'ri tushunish mumkin bo'lgan psixik taraqqiyot mahsuloti faoliyat natijasi, ya'ni inson faoliyati davomida inson ongi rivojlanib, yuksalib boraveradi.
tamoyillardan ma'lum bir faoliyatni bajarishga tayanadigan dastlabki qoidalar tizimi hisoblanadi. Bunda determinizm tamoyili, ya'ni inson sharoit bilan yashash sharoiti bilan belgilanadi va sharoit o'zgarish bilan yana o'zgarib boraveradi. Ya'ni ong faoliyat birligini ko'rsatib o'tyapmiz. Bunda psixika va ongni rivojlanish targ'ib etish tamoyili esa mazmuni shundan iboratki, psixika taraqqiyot mahsuloti va faoliyat natijasi deb qaralsa deyapti. Uni to'g'ri tushunish hamda tushuntirib berish mumkin. Bu tamoyil bo'yicha Vygotsky, Rubinstein, Teplov kabi psixologlar ishlari o'z aksini topgan. Ya'ni Vygotsky ta'lim psixikani rivojlantirish yo'naltirishini, Blonsky esa tafakkurning kichik maktab yoshida, o'yinlar bilan o'spirinlik yoshida o'qish bilan bog'liq tarzda rivojlanishini tahlil qildi. Rubinstein esa ong faoliyati paydo bo'lib, faoliyatda shakllanadi degan fikrni aytgan. Ya'ni inson ongi uning harakatlarida, faoliyat yuritishida o'yin bo'ladimi, mehnat bo'ladimi yoki ta'lim bo'ladimi, uchala faoliyat ham shakllanib boradi, tarkib boradi va o'sha faoliyatda inson ongi o'zining yuqori cho'qqisiga chiqadi deb ta'kidlab o'tgan. Professor Petrovskiy psixologiya fan sohalari quyidagi tasvifga bo'yicha fikrlarni taklif qiladi. Ya'ni aniq faoliyat turlarini o'rganuvchi psixologiya sohalari hisoblanadi. Rivojlanishning yosh xususiyatini o'rganuvchi psixologiya sohalari va shaxs va jamiyatga bo'lgan munosabatni o'rganuvchi psixologiya sohalariga bo'ladi. Aniq faoliyat turiga ko'ra psixologiya quyidagi turlari mavjud. Ya'ni mehnat psixologiyasi, inson mehnat faoliyatining psixologik xususiyatlarini, mehnatni ilmiy asosda tashkil qilishning psixologik tamoyillarini, ya'ni ilmiy prinsiplar, farazlarni o'rganadigan yo'nalish. Bunda muhandislik psixologiyasi farqlanadi. Inson bilan mashina o'rtasidagi vazifani taqsimlash masalalarni hal qiladi va asosan operatorlarning faoliyatini o'rganishga asoslangan. Keyingisi aviatsiya psixologiyasi. Bunga ko'ra uchishga o'rganish jarayoni va uchish moslamalarini boshqarishga inson faoliyatining psixologik qonuniyatlarini o'rganadi. Va keyingisi kosmik psixologiya. Bunda vaznsizlik holati, fazoviy tasvirlar chalkashib ketgan vaqtda va organizmga juda ko'p ortiqcha ta'sirlar yuklangan vaqtda asab va ruhiy zo'r berish bilan bog'liq bo'lgan alohida holatlar va u bo'yicha uning faoliyatining xususiyatlarini o'rganadigan yo'nalish. Bunda pedagogik psixologiyaning predmeti o'quvchilarda deyapti. Ta'lim-tarbiya berishning psixologik qonuniyatlarini o'rganish, o'quvchilar tafakkurida taraqqiy topishi, intellektual faoliyat malakalarini usullarini o'zlashtirish jarayonini boshqarish masalalarini o'rganadi. Ya'ni ta'lim psixologiyasi bilan birgalikda o'qituvchi va tarbiya psixologiyasi hamjihatlikda o'rganib boradigan soha hisoblanadi. Keyingisi tibbiyot psixologiyasi. Shifokorlar faoliyatining va bemor xulq-atvorining psixologik jihatlarini o'rganadi. Uni quyidagi tarmoqlarga ham ajratish mumkin. Ya'ni neyropsixologiya. Bunda ruhiy hodisalar bilan miyadagi fiziologik o'zgarishlar o'rtasidagi nisbiylikni o'rganadigan soha. Psixofarmakologiya. Bunda dorivor moddalarning shaxs ruhiy holatiga ta'sirini o'rganadi va psixoterapiya bemorni davolash uchun ruhiy ta'sir vositalarini o'rganadi. Yuridik psixologiya. Huquq tizimi bilan bog'liq bo'lgan psixologik masalalarni o'rganadi. Uning quyidagi tarmoqlari shakllangan. Ya'ni sud psixologiyasi jinoiy jarayon ishtirokchilarining xulq-atvorini, ruhiy xususiyatlarini tahlil qiladi. Kriminal psixologiya jinoyatchining xulq-atvori, shaxsdagi shakllanishga doir psixologik masalalar, jinoyatning motivlari bilan shug'ullanadigan tarmoqlar. Harbiy psixologiya. Insonning harbiy harakatlar sharoitidagi xulq-atvori bilan bog'liq bo'lgan hodisalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni, psixologik targ'ibot metodlarini, ya'ni harbiy texnikani boshqarishning psixologik muammolarini o'rganadi. Sport psixologiyasi sportchilar shaxsi va faoliyati xususiyatlarini, ularning psixologik jihatdan tayyorgarligi shart-sharoitlarini, musobaqalarni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan psixologik omillarni o'rganadi. Keyingisi savdo psixologiya. Ya'ni asosan rivojlangan mamlakatlarda keng taraqqiy etgan kishilar ruhiyatiga tijorat ta'sirini, psixologik shart-sharoitlarini, har doimlik xizmat ko'rsatishning psixologik omillarni aniqlaydi. Modalar psixologiyasini ham tadqiq etadi.
San'at psixologiyasi san'at asarlarining yaratilishiga faoliyatning psixologik tomonlarini, inson tomonidan badiiy asarlar idrok etilishini, turli hodisalarning paydo bo'lish va estetik tarbiya muammolarini, musiqiy, badiiy, adabiy qobiliyatlarni shakllanish va tarbiyalash muammolarini o'rganadigan soha. Rivojlanishning yosh xususiyatlarini o'rganuvchi sohalar ham bor. Yosh psixologiyasi bor. Bunda inson shaxsining psixologik xususiyatlari va bilish jarayonlarining antogenezida, ya'ni insondan oldin yashab o'tgan ajdodlarning rivojlanishini o'rganib boradi. Yosh psixologiyasi bolalar psixologiyasi, o'smirlar psixologiyasi, kattalar psixologiyasi va gerontoid psixologik tarmoqlarga ham bo'linib ketadi o'z navbatida. Patopsixologiya bunda miya faoliyat buzilishlari natijasida kelib chiqqan turli shakldagi ruhiy rivojlanishdan chetlashishni o'rganib boradi. Allegro-Freyn psixologiyasi esa miyaning to'qima, ya'ni irsiy jihatdan kamchiliklari tufayli paydo bo'ladigan bo'limlarni o'rganadi. Surdo psixologiyasi eshitish faoliyatida jiddiy nuqsoni bo'lgan bolalarning rivojlanishini o'rganadi. Tiflo psixologiyasi ko'rish qobiliyati past yoki umuman ko'rmaydigan insonlar faoliyatini o'rganadigan soha hisoblanadi. Inson va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning psixologik tomonlarini o'rganuvchi psixologik sohalarni yana keng aytib o'tadigan bo'lsak, bunda ijtimoiy psixologiya bor. Eng asosiy jamiyatda harakatlarni, xulq-atvorni, insonlar fikrini o'rganadigan soha hisoblanadi. Bu uyushgan va uyushmagan ijtimoiy guruhlardagi shaxslar o'zaro ta'sir jarayonida paydo bo'ladigan psixologik hodisalarni, voqea hodisalarni, uning ildizlarini o'rganib boradigan soha hisoblanadi. Differensial psixologiya, ya'ni shaxs shakllanishining individual psixologik yo'naltirilganligi kabi xususiyatlarni o'rganadi. Ya'ni bosqichma-bosqich tafovutlarni, farqlarni, muvozanatlarning o'zgarishini o'rganadigan psixologiya soha hisoblanadi. Din psixologiyasi inson ongida diniy qarashlarning ta'sir masalalarini o'rganib boradi. Bunda insonlar o'zlaridagi diniy qarashlarning, qonuniyatlarning mexanizmlarining inson ruhiyatiga ta'sir jarayonini o'rganadi. Etnopsixologiya. Bunda inson psixologiyasining etnik xususiyatlari, milliy xarakter, milliy tuyg'u, milliy g'oya, o'z-o'zini anglash, etnik stereotip, ularning qonuniyatlar va vujudga kelish xususiyatlarini o'rganadigan sohalar. Yuqorida sanab o'tayotgan har bir sohalarimiz psixologiyning asosiy tarmoqlari hisoblanadi. Bu yerda inson ruhiyati bilan bog'liq, inson ruhiyati o'zgarishi va inson yoshiga bog'liq va insondagi fazoviy holatlarni deymiz yoki san'at asarlariga bo'lgan harbiy sohaga bo'lgan qarashlarni o'rganib boradi. Demak, insonda har bir harakatda faoliyat yuritishida insonning shaxs shakllanishida sohalarning o'z o'rni bor va o'sha sohalar bo'yicha o'rganish psixologiyaning dolzarb masalalardan, vazifalaridan biri hisoblanadi. Sanab o'tayotganimiz hammasi inson ruhiyati bilan bog'liq va inson ruhiyatining o'sha sohalarda faoliyat yuritishi bilan bog'liq sohalar hisoblanadi. Boshqaruv psixologiyasi zamonaviy marketing bo'limida yonma-yon yuradigan, ya'ni marketing psixologiyasi bilan birga hamjihatlikda faoliyat yuritadigan psixologik sohalar hisoblanadi birgalikda. Ya'ni boshqaruv psixologiyasi bu psixologiya fanining shunday sohasidirki, deyapti. Unda inson tomonidan boshqarishning psixologik tomonlarini o'rganadi. Asosan katta-katta jamoalardagi insonlar o'rtasida o'zaro munosabatlar va holatlarni, kelib chiqadigan muammolarni oldini olish bo'yicha, uni ildizini o'rganish bo'yicha yo'naltirilgan soha hisoblanadi. Marketing psixologiyasi yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish va ishlab chiqarish korxonalar, firmalar boshqarishni, ular faoliyatini tashkil etishning psixologik muammolarini tadqiq etadi. Ya'ni marketing hozirgi zamon psixologiyasida asosiy ustuvor sohalardan biri va rivojlanib borayotgan soha hisoblanadi. Ya'ni bulardagi katta talab ham har bir marketologlarning asosiy talabi yangi ishlab chiqarish anjomlarini yo'lga qo'yishda soha vakillari bilan birga yaqindan ish olib borish, ularni ruhiy jihatdan o'zaro tushuna olish vazifalarini o'rtaga qo'yadi. Bunda eksperimental psixologiya ham bor. Bu eksperimental metodlar yordamida psixik hodisalar tashxis etishning umumiy sohasi hisoblanadi. Ekstremal psixologiya, ya'ni insonning o'ziga muhit sharoitda ruhiy faoliyatni kechishi, qonuniyatlarni o'rganadigan katta bir soha. Bunda
judayam tez o'zgarib ketadigan holatlarni o'rganadigan soha. Psixofiziologiya ham bor, odamlarning psixik ruhiy holatlarini o'rganadigan sohalar hisoblanadi. Siyosiy psixologiya, oila psixologiyasi va parapsixologiya sohalari ham o'sha dolzarb sohalardan biri hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, mavzu sizlarga manzur bo'ldi deb o'ylaymiz. Agar mavzu doirasida savollaringiz bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga yoki YouTube kanalimda izoh yozsangiz javob berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.